sezonlar kirib kelyapti. Yaqinda уже hozir necha gradus, 3 gradus ko'rsatyapti. Minusga o'tib qoladi-ku. Yurib turibman. Misol, hozir paytda 3 gradus. Keyin nimalar biladi, shopirlar biladi. Bir 400 kilometr yurgandan keyin уже klimat o'zgaradi-da. Misol, paytda boshqacha havo, keyin 400 kilometrdan keyin вообще ochiq dalaga kelib qoladigan, misol shamol urib boshqa bo'ladigan. Впереди камера на 70. Xo'p bo'ladi. Minus havoga kelganda yo'l muzlab qolgan bo'ladi. Sen kelib turib, yo'l уже nima xo'lidi-da. Просто deb shunday kelib turib, уже tormoz beradigan payting kelganda bitta tormozni bosang, muzning ustida bo'lsang, lotereyani yutgani o'sha keyin. Hoy mama не горюй bo'ladi keyin. Горничок, камера трода. Ёб твою мать. Ладно. Birinchi oktyabr juma. Krasnoyarskiy oblastdan Abakan degan shahardan Moskvaga olib ketib turgan yukimizni yo'lini ikkinchi kuni. Hozir mana Omskga yetib keldik. Omskda последний Kolsovoydan chiqib, o'sha bizdan chiqib ketadigan yo'l. Tak, bugungi planlar o'rtoqlar. Texosmotor o'tish kerak ekan, mashinani diagnostik kartasi tugabdi ekan. O'sha ertaga birinchi kuni tugar ekan. O'shaning uchun bugun Omskda Texosmotor o'tkazib boramiz hozir. Ozgina yurgandan keyin chap qo'lda bizda ofis keladi. Ofisga kirib o'tgan yukni qog'ozlarini tashlab chiqishimiz kerak ekan, datayenkalarini. Undan keyin puchvoy bo'lmaganimiz tugabdi ekan, o'sha tugamabdi, 7-kuni tugar ekan. O'shancha zaranya bugun putyovka yangi ochtirib olamiz. Hozir kirib bitta cho'milib, bitta qorin to'qlab olsak, xudo xolasa. Keyin undan chiqib Texosmotor o'tkazib boramiz. Hozir mana shu yerda o'ng tomonda cho'xonalar chap bo'ldi. Bizda ofis anshatga kirib chiqishimiz kerak, xudo xolasa. Lekin mana bu yerdan bitta chapga kirib ketgani двойной сплошной. Pulpayt. O'shaning uchun nariroqqa borib, mostga chiqib, most tagidan razvorot olib, yana mana shu yo'ldan qaytib, mashinaga kirib ketamiz. Keyin mashinani ham yuvib olamiz. Havolar peremenda ko'p, bitta yomg'ir yog'ib, bitta yomg'ir yog'masdan ho'l, quruq mabit, quruq. Kechadan avval kuni yo'llar lo'y edi. Qor yoqqan joylarga qum sepib o'tib ketgan, qumdan keyin mana bunaqangi lo'y bo'lib, mashina вообще rasvo bo'ladi. Tak, mana shu yerdan o'smonga to'g'rilamiz-a. Mana shu joyga, xuddi shu joydan chapga ketamiz. Jo'qmi? Jo'q. Bugun bilmadim. Chelyabinskga e'tibor qo'yamiz, yo'q. Скорее всего, e'tibor bo'lsak kerak. Tak, Chelyabinskdan keyin Bashkiriya keladi, Ufadan keyin Tatariston, Nabережный Челны, Kazan. Kazandan keyin qaysi kelardi ekan? Nijniy Novgorod. Qarachi yana qaytlaram o'sha. Menimcha shu shahardan o'tib borganmiz. Yana mana shu yerdan shunday o'yinga kirib, katta stoyanka mana shu yerdan o'zimizdagilar ham ko'p yuk olib kelib, mana shu Omskdan chiqib ketyapti turganda, Kurganiga chiqib ketyapti turganda chap qo'lda plashatka bor. Ana shu plashatkada cho'tib kartoshka, piyoz, bir nimalar ana shu o'zimiz qurollar ham ko'p turadi. Turishimiz kerakda.
tozalikka bo'lgan ishqibozlik. Ovqatda ham yorib yuboradi mana bu yerda karavan degan joy bor. Канал 15. АМ. Лидер, подскажи, на мойку стоишь в очереди? Гапырбойсың ба? Ладно, брат. Не хочешь? Как хочешь, как говорится. Сейчас спросим. Со'raymiz da, bratdan. Urra. Kvadrat qo'yga. Shayga ekan. В общем, o'rtoqlar, mana shu bitta makonni qilib turib, bitta chum-chum, документlar shik-shirik и поедем. Здравствуйте. Так, лидеру можно помочь, Саш, да? Там один в очереди, я второй буду. А оформлять-то там потом, да? Сейчас же вы? Да, чтобы я на звонке был, можно? Vahoda biz to'rda ketmaymiz. Biz to'qa mana 2da endi moykaga ochirib keldi. Bular qancha yursa? Brat. Lavolar ham qasma olib ketibdi. Dokumentlar topshirib chiqing. Yengil mashinada cho'tki joychalarda hamma ishlaringni bitirib yursang, furada mo'qol alaqada bir mahallachalardan, dalalarda bir yonboshidan, sivilizatsiya yo'q joylardan yurib ishingni bitirib yurasan. Постоянно. Техосмотрga nasib. Bratlar tezda chiqarib bersa, oy, kichkina kichkina radio solib qo'yibman-ku. Hay. Klas. Darish qaytga ekan Техосмотр. Что-то молчат. Люди-то молчат. Сейчас узнаем. Приветствую, не подскажете, Техосмотр где проходит? Не знаете, да? Ладно, ничего страшного. Endi mana shu eng yomon ko'rgan narsam izlash bor. Bir nimalarni buni urib yukni bersa-da, qog'ozini bersa-da, surmana mana ikka desa, ketaversang, qaramasang hech qanaqa. Dokument, mana Olim akani ukasini oldiga o'tasan, shaloq bitta qog'oz bir ashna gaplar bo'lmasa, svarka, movarka. O'zi qanaqa deyapti?
Tablichka turadi lekin mahallaga, shu mahalla bilan mahallaning boshidan chapga. Dальше qaqab. Vo, mana o'ng tomonda ekan, texosmotor. Asfalt, texosmotor. Texnikani osmotor qilamiz deyapsiz. Ta'z buni интересно, buni hozir pritsep bilan kirgizdirammikan bular? Yo'q, отцепляет, desa o'ldiradi hozir 1 soat maytda. Dalnaboy. Меня назвала deb qilaymiz-da shu. Bismillah, mana shu chekka qo'yib. Kirib chiqayinchi mentada. Nima deyotgan bular? Monstryok. Programmasi ishlamayapti ekan, в общем. O'tsa bo'laveradi ekan-u. Qachon tayyor bo'lishini bilmayman deydi. Bugun erta qachon bilmayman deydi. Meniki ertagacha bor. Ertaga qarachi nima srogi tugaydi. Ertagacha bo'lib qolar, xudo xolasa. Kiroliksi, men hozir qayerga boraman? Mana o'zi soat necha ham bo'ldi o'zi. Kecham bo'lib ketdi, 5 bo'lyapti soat. Yuraversak ishlamasdan. Mana shu Texas motorlarini o'tib oylik qanday bo'ladi ekan? Oylik. Фантазия. По бокам проходим. Иду. Братжан. Агорда просто. Так, вот. Сейчас скажу. 198 062. Вот она че. Hamma yo'li ko'z bo'yamachilikda tirs qilib. Ya, brat o'zini o'zi rasmga olar ekan. Taqir tuqurlar ko'p bo'lsa. Bir nimalar yoqib o'chirar ekanmizmi, yo'qmizmi? Глушим. И ждем, да? Брат, arkadan men rasmga olarkan. Arkadan olarkan, короче, rasmga. Oy, svetni o'chirib qo'ygandim dedi-ku, brat. To'rtta tomondan rasmga tushib qolsa tekshirgan ekan, значит. Все, да, закончили, получается, да? Все, спасибо. По готовности на WhatsApp скинете, да? Все, понял. No, не дай бог, на курс нас, ну?
kasal больницаga borsa-da, appenditsit bo'lib qoldim. Doktor deb borsa. Yoting, ko'ykaga yotqizdirib turib, oldidan o'tib bitta rasmga, orqasidan o'tib bitta rasmga tushib turib, mana shundan shunday kelgan bo'lsangiz, mana shu xonadan shunday chiqsangiz, mana shu qaysi zinadan chiqqan bo'lsangiz, o'shanaqa tushib ketasiz. Bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldingiz. Desa. To'ylaji. Maylada. O'shmoqda situation. Abi o'rtoq ketmayapti. Hozir keladi. Ko'zini yonishga qarab. Keladi u kishi. Mana ovqatdan bitta go'sht beradi. Endi brat ketmayapti. O'rtoq parkovshik. Yo'q, ovqat o'zimga qoldi uka. Haydang deysan. Nima qarab qoldingiz? Haydang deysan, suring. Tush qolaman. Tayyor bo'lsangiz chaqiraman. Billa yeymiz. To'ta? Hop. Bobekjon. Bobek. Договорились? Assalomu alaykum hammaga. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi kun, yangi planlar, xudo xolasa, yangi orzu niyat degandek. Bugun biz nasib qilsa Chelyabinskdan keyin Ural, как раз tog'li местностьlardan o'tib Ufa, Bashkiriya tomondan o'tib Tataristonga yetib boramiz, xudo xolasa. Bratlar ertalab tashlayapti ozonlar. Bular yurmasa bir-birini yo'qotib qo'yadi-da. Transportniklar bilan gaishniklar. Biz nakleykamız var. Firmaniki mashina. Bo'lmasa to'xtatib. Biz uchinchisi bo'lamiz-da, tepani ikkalasi birga yuradi. Shunaqa qadrdan qilib oladi agar bizda ham. Nakleyka va to'smaydi-da. Shu nakleyka qutqarib turadi xolos. Aytayman, chastliklarni. Qiynaydi bular ham. Olib keladi. Kechagina mana havo bir yaxshigina edi. Issiq, yo'llar quruq. Kecha kechki paytdan yoy maydalab, yomg'ir yog'ib qilingan bo'ykalar. Hammasi o'sha qanday bo'lgan bo'lsa, mashinalar o'sha xuddi shunday shatmalari chiqib. Yana o'sha ahvol. Moskvadan Vladivostokgacha 14 kun, 9,5 ming kilometr. U men yurganim. 14 kun. Bitta chekkasidan narigi chekkasiga 14 kun yurib qanday u chiqib ketmasligi mumkin bu davlatdan? O'ylab ko'ringlar. Odamzodda oyog'i yetmagan joylar bor deydi-yu. Naturi haqiqatan rostman. Men tomonlarga, ana shu tomonlarga kimdirlar borganini o'ylaysizlar. Gektardan katta yana qanaqa nima bor? O'lchaydigan nima bor? Odamning kallasiga sig'maydi-da. Yurib o'zing anaqa xayolingga kelib qoladi-da, prosta. Chekka chiroyli joylar ko'rib qo'ysang aytasan, ha. Yaxshi ham shu kasb tanlagan. Atak bugun ertalab turding, mana bunaqa manzara. Kechga bording, boshqa joyda boshqa odamlarning ichidasan. Yana undan keyin yana qanaqadir situatsiya. Sen bilmaysan-da hozir mana. Hozir ketyapsan, hozir gapiryapsan. Yarim soat, 1 soatdan keyin yana qaytga qanaqa situatsiyaga tushib qolishing yo bo'lmasa qanaqangi bir atmosferalarga tushib qolishingni bilmaysan-da. Постоянно nima bor-da? Nima desa bo'ladi? Intriga bor. Odamni qiziqtirib turadi. O'shaning uchun
zerikish degan narsa yo'q. Yana bilmayman, yana kimda qanaqa bo'lsa. Menda lechda mana bunaqa. Bu bir 20 yil, 30 yillik staji bor dalnavoyliklar. Aytadi, uyga ish bo'ldi, ishlamayman. Boshqa bo'ldi. Zerikdim bu kasbdan. Deb boshqa kasbini almashtirib, shaharda o'zida birorta ish topib, yo'qsa pensiyada uyda o'tirib, ko'pchilik aytadi, maksimum 1 oydan oshiq o'tira olmadim seravdan. Seravdan chiqadi-da. Bir xilgilar bor, mazasi, davleniyasi bor, yana qanaqadir bir nima sabablar bilan ketib majbur bo'lib qolmasa, atak 80% odam yana qaytadi-da. Shuning uchun kasb shuna romantika. O'te Kurganni kolchosiga keldik, ana Xudo xolasa. Держитесь левой полосы. Mana orada shunaqa. Og'ir yuking bo'lgan deb kelib qolsa-da, mashina kirolmay qolsang bo'lib qoladi, shunaqa safqat aytib qoladi, shunday u chiqib ketadi, ko'ttagan trap sen kirib kelib qolasan. Shotga shunday kirib, shunday chiqib ketasan. Atak shunday kelganingda liq qaytib chiqib qolsa, to'xtash izzatda o'pishim. Hozir iloji bo'lsa bir chekkalarda qaytlardadir pyaterочkalar chiqaradi, bir rollar chiqaradi-da. Qorin och, уже obed vaqti. Kafega, taksiga kafega. Kirib ovqat yegan deb iching chiqmaydi o'pishim. Shuncha hozir barcha pyaterочка bo'lsa kirib. Ishdan o'qil. Pyaterочkaga och qorin bilan, ne только pyaterочkaga, любой magazinga xarajat qilgani och qorin bilan kirib bo'lmaydi-da. Imminda men kirib bo'lmayman. Bu boshlanadi. Ikkita paketlarda keyin chiqish chiqaradi. Hamma bitta kichkina ikkita sucha bilan chiqadigan bo'lsa, chiqaman o'g'il. Ikkita paket bilan. Inqillab olsin. Yarim haligi. Bu srochni narsalar olinadi o'zi aslida. Hali ikkita sumkani olib chiqqandan keyin qarasang, yarimidan ko'p o'zi, keyin sen bilan bir oy yuradi-da u. Tepadagi polkada. Obshim, mono, liza. Mana o'ng tomonda. Nima ekan bu? Monetka ekan. Bizga mashina bar qo'ydi. Bizga mana shu Amerikan oldiga turib olaymi? Yo'lda o'rtasida ovqatlanib, paytda bo'laveradi, ne udobno. Kirsak ekan. Hozir biz bunday qilamiz. Juda ham ish qilamiz hozir biz. Mana bitta mana shu devorga mixlaymiz, mana shunday qilib turib. Маршрут перестроен. Mana shu opam yonma-yon. Прямо 1 километр. Hop. Ay. Juda malaka esi yo'q odamda ishini qildim, paxoda. Biz na samom деле emas, yo'q bo'lamizda. Bizga o'tib turib. Oy. Nimalardir bo'lib ketyapti-da, Shu betonkaga bo'linadi. Ko'cha mana shunday qilib qo'yaman. Nima bo'lsa bo'ldi, qorin och. So'kish yo'q, to'ka bilan. Og'irda-yu, buni urib tortilmayapti bechara. Qo'y, qiynalmas yana. Найден более быстрый маршрут. Qo'rqitib yubording. Mana shunaqa payt urishib qoladi-da. Birinchi qilinadigan ishlar.
Лишнее пространство. Vaysa. Bo'ldi, menga obid. Bizda qilish yo'q. Obid vaqti 1 dan 2 gacha. Bismillah. Bo'shum, navbatdan bor ekan. Bankomat bor ekan. Bilechka edi, mana bular charx palak degan narsa. O, fontan bor ekan. Nega xren nasiya? Sovuq ekan, futbolkada yugurib chiqib olgandim, qara. Kentauri xastaydi. Kentauri mray. Salarkalar kushandasida bu. Perejok chiqib qoladi, yeb qo'yadi ko'p. Keyin bizlarlikdan bosadi. Yarramas. Shunday gabarit hammani qiynayapti-da. O'tish qiyin bo'lyapti. Zamonimiz harakat qoram yomg'irlari aralash yog'yapti. Bitta sразу minus bersam, xokkey o'ynaydigan bo'lib qoladi-da. Viktor Toshbaqa poygasi degan kinoni kim ko'rgan? Mana shu bir-birimizni embaklab o'tyapmiz-da. Gazel bechara, gazellar shunaqa qiynalib ketadi. Bir xilgilarni haligi retsep bo'lib oladi, o'taga yana. Перегруз конкретно bo'ladi-da. Bu becharalarga qiyin ko'tarish. Yangi asfalt qilibdi. Hali sovumabdi ham. Shuni ustidan ketyapti sirsillatib. Par chiqyapti, par hali. Свежий. Дорожные работы. В правом ряду.